Hürmetli vatandaş bugün leksiyelerimizi sözleyimiz. Leksiyede sılagacı Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sağa 2023 yıl 1. ayının 21. günü vatandaşlar. Yeni haber. Mesela bir Amerika Avazı Radyosu verilgen bir parça haberde Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet Şilakatı Antony Blinken yakında yani aldığımızdaki 2. ayının 5. 6. günleri Beijing'de ziyaret kıldı. Bunun da işletilgen bir cümle hancan naiti adette körülmeydiğen bir ahval aslında. Devamlı kuşarıp durmaydiğen bir ahval aslında Beijing'de ziyaret kıldı dedi. Şu andaki bunu Chicago Üniversitesi sözlüğün notkada Devlet Şilakatı Antony Blinken dedi ki bir cümle Jungo bilen Amerika ortasındaki ciddi münasebetle peskoyu düştü. Yaki peskoyu düşkendek boldu diyen bir cümleni işiltipti. Şuna qaraganda Jungo Amerika münasebeti yaxşılanışqa özgerdi desek. Ondan biron torbetlerdim şu 1-2 gün, yaklaşık 5 günden beri Xi Jinping boşap gitti diyen sözle kayni ilişki başladı. Bunun manası nima ekanligini tushuntirolmaymiz. O jo'nan hay bir hükümet, bir partiya, bir dayi, bir devlet nima uchun boshab ketdi deganga bir misol keltirilmasa biz uni shunday ekan deb aytib berolmaymiz vatandosh. Biroq bo'layotgan ish nima desangiz, misol mana olaylik. Şinjan shahrida 3 egiz uyning bahası 10 ming yuanga tushib qoldi. Külkülük bir baha. Eğer bunu tahlil qiladigan bo'lsak, Jungoda iqtisodning parvozi, uy imorat tijareti desek, uy imorat tijaretining ahvoli mushu bo'lsa, masalan 3 egizlik uy 10 ming yuanga sotildi desa, uy imorat tijareti tugashdi deganga. Endi boshqa obzorchilarning so'zlari Jungoning tashqi savdosi tugashdi dedi. Uning asosi keltirayotgani hozir Jungoda zakaz qiladigan Jungoning zavodlarini ishlab chiqarish organlariga zakaz yollaydigan, zakaz pul beradigan mal to'xtam kelishim yo'q. Dunyoda chet elda hech qanday bir yerda kelishim yo'q dedi. Uning uchinchi isboti biz yaqinda sizlarga dedik, vatandoshlar, Yaponiya birinchi bo'lib Amerikadan kelib Jungoning bozoriga kirgan davlat. Yoki kapitalni ko'tarib Jungoga kirgan davlat. Hozir eng oxirgi hisobda bir hafta burun sizlarga so'zildik. Toyota Corolla mushu markalik mashinaning Jungoda qurilgan 30 ming o'rindagi shirkat yoki zavodlarning hammasi bir aqla to'xtab, uzun bir tayyorlik orqali Jungoda chekin. Buning yana nima deymiz? Yana uy imorat tijoratiga munosabat keldi. Jungoning tijorat ahvoli mushaga keldi dedi. Bugun Amerika ovozining yana bir parcha xabar nima ko'rsatildi desangiz, ismini unutib qoldim, bir mutaxassis Jungolik mutaxassis bugungi xabarda hozir 80%dan ortiq Jungolik yuqumliq virus bilan yuqumlandi. Demak 80%dan ortiq Jungolik yuqumliq virus bilan yuqumlandi desangiz, o vaqtda 1 milyard 400 milyon Jungo nüfusunun 400 milyonini chiqarib etsangiz, hozir 1 milyard odam yuqumlandi degan gap. Buni hayot qoladigani qancha? Uzun muddat kasal bo'ladigani qancha? Agashmi kasallar giribtor bo'ladigani qancha? Karvatida yotadigani qancha? Jasad ko'ydirish o'choqlariga o'chiratlar yetib bordigani qancha? Siz biz faraz qilolmaymiz, tasavvur qilolmaymiz. Bu to'g'rida statistikalik ma'lumotmi yo'q vatandosh. Mushlarning hammasi yig'ib kelsak, eliq boshda aytgan gap, Reis Xi Jinping bo'shab ketdi. Bir davlat rahbarining bo'shab ketadigan chog'i bo'ladi. Qattiqlashadigan chog'i bo'ladi, yo'l qo'yadigan chog'i bo'ladi, yoki jon tikib elishadigan chog'lar bu qonuniyat demisingizmi, bir hodisa desingizmi, bir davlatlar ikkinchi davlat o'rtasida bo'lib turadigan ishlar bu. Bugun shu ahvolda shundoq vaziyat ostida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken tuyuqsizda Beijingni ziyorat qildi deganning asosi o'tgan yil 11-oyda Indoneziyaning Bali orolida ikki davlat boshliqlari Prezident Joe Biden Amerika, Reis Xi Jinping Jungo ko'rishganda asos soldi deymiz.
asas saldı. Bugün atlatin ikinci ayda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar Jungoni ziyorat qildi. Onun da arlıq demen sizlarga so'zlagan bir leksiyada bir og'iz gapni og'izdan chiqardim vatandosh. O'zim unutib qoldim, kechiringlar. Jungo Amerika hamkorligidagi xizmat guruhi degan gap o'tirg'i chiqdi vatandosh. Undan keyin Amerikada davlat mudofaa ministerligida, Amerikada CIA, Jungyang Qingbao uyida, hatta Oqsaroyda o'tirg'i e'lon qilingan bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasida Jungo xizmat komiteti qurildi. Endi hozir Avam Palata boshlig'i bo'lib saylangan Cumhuriyetçiler Partiyasining mansubi Kevin McCarthy o'tirib chiqdi. Bu kishi ham Jungo komiteti qurilgan bo'ldi. Muşlarning hammasi yig'ib kelsangiz, endi xulos qilganda Jungo Amerika munosabat, hamkorlik munosabati yoki xizmat guruhi deganda ish nima? Masalan, shuning uchun bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi xizmatlarni o'rinlashtirish uchun yoki planlash uchun yoki Jungo Amerika hamkorligi bo'yicha qaysi masalalarni hal qilish uchun bizni aytib bermaymiz, o'tirdi hal qiladigan masala nima? Buni bilmaymiz vatandosh. Şuna biz abstrakt koyuyoruz. Qaysi meselelerni hal qilish uchun davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingni ziyorat qildi. Bugungi vaziyatimiz shu. Endi Ukrainaga kelsak, Ukrainaning vaziyati 50 davlat hozir Germaniyaning Steinberg shahrida Amerikaning havo quruqlik armiya bazasida yig'in ochdi. Uning natijasi to'g'risida bir gap yo'q. Biroq Latviya, Estoniya, Germaniya, Yevropadagi yana boshqa davlatlar bo'libmi Finlandiyaning vaziri Malin xonim shunday dediki, hozir g'arb dunyosi aytganda Rossiyani mag'lub qilishdan, prezident Vladimir Putinni mag'lub qilishdan boshqa ikinci yo'l yo'q. Endi biz Uyg'ur bundan keyin 100 yillik yoki 70 yillik tarixni eslab keladigan bo'lsak, Rossiyaning mag'lub bo'lishi, prezident Vladimir Putinning mag'lub bo'lishi Jungo Sovet münasebetiga Jungo, Rossiya münasebetiga yangi davrda 21-asrda nima o'zgarish olib keladi? Mana siz biz diqqat qilgan masalamiz shu. Buning sababi 89-yil 5-oyda Rossiya bilan Germaniya o'rtasida tuzilgan shartnoma. Ayni chaqda 39-yil tuzilgan shartnoma bekor qilindi. Baltiq bo'yidagi 3 davlat o'zining mustaqilligini asli keltirish asoslariga erishdi. Hozir Uyg'urga munosabatlik Rossiya Xitoy o'rtasida 5 parcha shartnoma bor vatandosh. Birisi eg'izga ilinigani yo'q. Mush ishlar Vladimir Putin mag'lub bo'lsa, Rossiya mag'lub bo'lsa, Uyg'urlarga qanday ta'sir bilan yetib kelishi mumkin? Hozir bizdan kecha kundir o'ylayotganimiz mana shu vaziyatning ahvoli mana shu vatandosh. Hozir hesabda nima o'tgan nimanidir bir xabar anglatdik. Dunyo tayyorlab qo'ydingmi? Rossiya yemirildi, parchalanadi, 10 davlatga hatto 100 davlatga parchalanadi. Yana bir qatam parchalanadi dedi. Dunyo tayyorlab qo'ydingmi dedi. Uning keyinda Jungoning o'zorchilari demokratlar chet ellar to'rbetlarda ularni savol qo'ydi. Jungo parchalanadi. Kompartiya yemiriladi. Dunyo sizlar bilan tayyorlab qilib qo'ydi olammi? O'xshashlik bo'lishdan qat'iy nazar, vaziyat o'xshashligimi? Ukraina, Rossiya, Jungo, Tayvan, kishilik huquq, mushulardagi vaziyat hammasi o'xshash vatandosh. Bo'layotgan ishlar shu. Bugungi leksiyamiz ham vaziyatimiz, tahlilimiz shu. Rahmat sizlarga vatandosh.